Okalar sizlar so'radingiz, men topdim. Mana Sardor akamiz to'xtatib, sizlar uchun spes qo'ydim. Rossiyadan kuzatgan, chetdan kuzatganlar dushi. Like bosasizlar, mana 07-2011-yilda ishlab chiqarilgan narxi yo'q edi. Men baraka qilib qo'ydim. Moshina bitta ko'ringlar. Agar yo'qsa bitta like bosib tinchlikka tashlaymiz. Mashinamiz holatini ko'radigan bo'lsak, kraskalar to'xtatadigan bo'lsak, kraskalari ikkita detallar bor. Bu detalni aytib o'tadigan bo'lsak, shu bitta kriloda ham mana mashq qismida. Xo'p, ikkinchisi shu orqa krilosida detalli. Qolgan joylari 100% top-toza ekan. 0-ni qarang. Ajoyib holat turibdi lekin. Orqasida 63 temir gazi bor. Sizlar so'rang, masala uchun harakatdaman. Qanaqa mashina chiqaradi yana? Yozamiz kommentga. To'rtta chiroyli bolalar ham o'ziga yarasha bo'lib turibdi mana. Bolalar ham ideal. Ichiga bitta sayohat qiladigan bo'lsangiz, ichki atmosferani ko'ring, aka. Chexollari, boshqalari ham o'ta kurtoy. Mana. Lekin bunaqa sostaniyadagi 0-ni bunaqa narxga aniq topa olmaysiz. Masala uchun tushirgan narxim. Chexollar boshqalar ham o'ta jinni ekan mashina. Shunchaki olish kerak, minish kerak. Eng qizig'ini aytaman. Motor qismi o'chirmagan Abdulaziz deb aytdilar. Motorlarda umuman ishi yo'q, hadovoylarda ham ishi yo'q. Olasiz, minasiz. Naqd 3800 sanang, mashina sizniki. Assalomu alaykum O'zbek avtokanining kuzatuvchilari mana. Firdaus akani oldiga keldim, 0-ni dodasini topdim do'stlar sizlar uchun. Puli ham qulay chiqadi. Biz uchun kanalimiz nomidan kelganlarga o'sha narxga berdingiz. Mana baraka qilib qo'ydim. Narxini oxirida aytaman. Men ko'ramiz mashinamizni. Xo'p, yiliga keladigan bo'lsa 2011-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Holatlari o'ta shakllanib turibdi. Bolalar kelsa, bolalar ham o'ta chiroyli holatda. Kraskasi kelgan bo'lsa, mayda-chuyda detallarda borsa 20% atrofda kraskasi bor. 80 tl temir gazi ham bor ekan. Mashinamiz ichki ko'rinishga bitta baho beradigan bo'lsangiz, ichlari ham mana o'ta chiroyli holatda minilgan ekanmi? Mashalloh, ajoyib holatda turibdi. Bunda shumalizatsiya qilib qo'yilgan, sidingda chexollar boshqalarda umuman ishi yo'q ekan. Mashinamizning endi old qismiga keladigan bo'lsa, motor holatlari ham mana o'ta zo'r. Zo'rmi? Bu mashinamizni boshqa turib 5000, 5200 yo 6000 deyishmitdi-da, oxirgi narxini $4200 tushirib qo'ydim, okalar. Sizlar uchun. Agar yoqqan bo'lsa, bitta lakingizni bosib, fikringizni qoldirib keting. Qimmatmi yoki arzonmi? Assalomu alaykum okalar. Nima qilib tashlamoqdaman? Sizlar uchun 0-ni o'ta ham saqlangan desa ham bo'ladigan to'p qo'ydim. 1988-yilda ishlab chiqarilgan okalar. Mashinani ko'radigan joyi shunchaki ko'rish kerak. Bitta ko'rsataman, sizlarga yoqadi deb o'ylayman. Mashinamizning yili 1988-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalar polni asvejit qo'yilgan ekan, lekin holatlari o'ta zo'r turibdi. Yursa-yurgudek. Orqasida 80 tl temir gazi ham bor ekan. Mashinamizning holatlari o'ta zo'r turibdi. To'rtta chiroyli o'ziga yarashgan bolalar o'ziga yarasha ekan. Ichini kiradigan bo'lsa, ichki hollari boshqalari ham mana zo'r. Ol salom ko'rishga yetib bersam mana. Porsche ruldan qo'shgan okalar nima deyishdi mana. Malimiy barq qo'shgan chexollari ham mana yangi, toza yaxshi chexollardan qo'shibdi. Ichlari ham o'ta zo'r, xijolat qilmasa. Endi motor qismlarini ochmaydi, motorlarida ham mo'ypoy yemaydi deyishdi. Hadovoylarda ham ishi yo'q ekan. Pulini naqd $1600 sanaga odamga berishar ekan. Lekin mashina puliga yarasha zo'r ekan. Tez ulgurib qoling. Telefon raqam 90 741 12. Assalomu alaykum okalar. Mirzabek mana 06larni naqd $1000 ga mana baraka qilib qo'ydi. Mashinani bitta ko'ringlar-chi. Men sizlar uchun ko'rsataman, sizlar ko'rishda davom etinglar. Mashinamiz yili 1988-yilda ishlab chiqarilgan. 06 ni holatlari zo'r o'ta kurtoy turibdi. Kraskasi tomdan past, polni asvejit qilingan. Orqasi 80 tl temir gazi ham bor okalar. Bunaqasi bo'lmaydi. Orqasini qarang, orqalari ham mana o'rta holat turibdi mashinamiz. Zapaska ballonlar bilan turibdi. Benzin gazga yuradi mana. Chexollari boshqalari ham o'ta kurtoy ekan mana. Ichini ko'radigan bo'lsangiz, chexollari boshqalari ham mana zo'r turibdi. O'sog'idek. Mashina shunchaki olib, bitta minish kerak bo'ldi okalar. $1000 ga, lekin bunaqa statsiyadagi 06 ni topolmasani kerak. Oxirgi narxini $1000 ga tushirib qo'ydim. Agar yoqqan bo'lsa, tez bular bilan bog'lanishni maslahat beraman. Izboskandan ekan-a? Mashina. Assalomu alaykum okalar. Men mashinani ko'ringlar-chi. Rolls-Royce beradigan holatda 31029 mashinamizda narxiga qiziqsizlarmi? Mashina narxi siz o'ylagandan arzon chiqsa, bitta like bosasiz. O'zbek avto butun mashinani chiqaradi. Yozinglar, kommentariyada qanaqa mashina kerak bo'lsa, sizlar uchun harakatdamiz. Mashinamiz holatini ko'rsatadigan bo'lsak, mashinaga ancha mehr berishgan, 20 masa talab chiqishdi mashina. Mana kalpalarni ham o'ziga yarashadigan, buloqlar o'ziga holatda ekan. 1993-yilda ishlab chiqarilgan, yili ham o'ta chek. Mana orqadan qarang, tuning qilib qo'yilgan. Pick-up ko'rganmisiz? 24 pick-up mana qarang. Hamma joylar noldan terib chiqishibdi, ishga tayyor ekan. Mana qarang, mana adden tema. Shuni qilasizda orqasida ochiladi.
Endi ichini bitta ko'radigan bo'lsang, ichki atmosferaga sayohat qiladigan bo'lsang, ichi chexollar, boshqalarga mana noldan qarab chiqishibdi. Video registrator qo'yishgan, mashina attado qilib, как Malibu bilan pashti bir xil qilib qo'yishgan. Mashina shunchaki o'lib yengil minasiz. Shunaqa pokkizda minib yuraman deganlar bo'lsa, tanishlarga tashlaymiz. Motor qismida mo'y-po'y yemaydi. Hadovoylarda ham hech qanaqa ishi yo'q ekan. Naqdga $3500 ga berishar ekan. Mobodo qiziqqanlarga tashlaymiz. Oxirgi narxi. Tamboy xursandchilik bilan naqd 8 million pul berib, shu xursandchilik bilan shu mashinamizni olib ketishdi obunachilar. Bo'lgan narxi kelganda attim qilmaysiz. Berasiz shu narxga. Biz obunachilar uchun. Obuna bo'lgan bo'lish kerak, Telegramga o'tgan bo'lish kerak, ha? Mana baraka. Mashinani bitta ko'ring-a. 1988-yilda ishlab chiqarilgan Moskvich kombi mashinamiz, holatlari zo'r. Xo'p, mashinamizning holatlariga keladigan bo'lsa, orqasida skoch 100 talik temir bor ekan. Xo'p, orqa balollari ham yaxshi holat turibdi. Eng qizig'i buni mana bunday tortadigan nimasi ham bor. Xohlagan ishingizni ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni bunga bitta pris pulasangiz ham ishga yaroqli holat turibdi. Lekin 8 millionga bunaqa holatdagi kombi Moskvichimizni topa olmasani kerak. Yana bilmadim, o'zingiz fikringizni qoldirasiz. Mana ichidan ko'radigan bo'lsa, ichlari ham mana o'rta holat turibdi, yurib turgan mashina. Motor qismini bitta ko'radigan bo'lsangiz, motorlarda ham hech qanaqa mo'y-po'y yemaydi, hadovoylari ham yaxshi. Benzinda yuradi, akkumulyatorlari yangi deyishdi. Jiguli korobka bosib qo'yishga. Naqd 8 million berasizda, xursandchilik bilan okomdan olib ketaverasiz mana. Xudo xohlasa. O'men o'tadigan yo'q. Oxirgi narxi ekan, so'ra mana. Qadargan narxi 50 so'm ham o'tib bermayman dedilar. Va buni yumlatib o'rib ham bo'lmasa ekan, do'stlar 84-yilda ishlab chiqarilgan bu PKP'mizda tayyor mashinamiz olgan bo'lamdingiz. Narxini bilmoqchimisiz? Narxi ham sizlarga yoqadi. Naqd 12 million 500 ming so'mga beraveramiz. Naqdga tez ulgurib qoladigan joyi, mashinamiz bitta ma'lumotni beradigan bo'lsa, 88-yilda ishlab chiqarilgan. Holatlari zo'r, orqasi tayyor ekan, mana yurib turgan holat, to'rtta chiroyli balolar o'ziga yarasha bo'lib turibdi. Orqasida xohlagan narsangizni to'shsangiz bo'ladi. Orqa ko'rinishini ham bir ko'ring, xohlagan yukingiz ketadi. Mana buni shuni pasaytirsangiz, xohlagan mashinangiz chiqadi. Misol uchun bo'zak to'shaysizmi, qo'ymi, muammosi yo'q ekan. Yukingizga to'shaysiz mana. Holatlari a'lo. Ichini ko'radigan bo'lsangiz, ishlari ham mana o'ta chiroyli holat turibdi. Ajoyibmi? Tekab olaman deb yurgan tanishingiz bormi? Tashab qo'ying-a. Yo'qki, 88-yil okalar bormisizlar? Bitta qo'llab yuboramiz. Mashina zo'r holat tayyorlashibdi. Motorda mo'y yemaydi, hadovoyda ishi yo'q. Naqd 12 million 500 ming berasiz, olib ketaverasiz. Agar 5 million puli borga bir 15 kun, 20 kunga turib berasiz. Ha? Bizning nomimizdan kelgan. Assalomu alaykum okalar. Zohidjon okamiz bilan oxirgi narxi emas, 88-yilda ishlab chiqarilgan 06 ni ajoyib narxda qilib berdilar, oka. Shu narxga berdingiz-a bizning nomimizdan. Ishenik sizga yo'qadi narxi mana baraka qilib qo'ydim. Bitta mashinani ko'ramiz. Mashinamiz yili 88-yilda ishlab chiqarilgan deb aytib o'tdim. Kraskalari polni asbejit bo'lgan. Holatlari zo'r. Yangi to'rtta chiroyli balon qo'yib qo'yishibdi. Mashina holatlari ideal. 0 litr oyna, 0 litr bakovoy o'ziga chiroy bag'ishlab turibdi mashinamizning. Orqasida 65 talik temir gazi ham bor ekan. Orqa ko'rinishlarga baho bersang, orqalari ham o'ta ideal sasiyani deydi. Ichini ko'radigan bo'lsa, ichlari ham mana zo'r. Chexollar boshqalari ham akkuratni. O'g'li salon ko'rinishiga e'tibor bersak, ichlari ham mana chexollari ham o'ta saksiyanasi ideal. Va bu 06 lekin o'lib, hech nima ish qilmasa asli okalar, ya'ni ta'lab qo'yibdilar hammasini, motor qismlarida ham mo'y-po'y yemaydi, hadovoylarda ham muammo yo'q. Narxini bilmoqchimisiz endi? Narxini 2000 deyishdi, o'gay bo'ladigan narxlar deb. Oxirgi narxini $1600 ga tushirdim okalar. Agar yoqqan bo'lsa bitta like'ingizni bosib, kanalga tashlaymiz. 2005-yil bolalar bormisizlar? Bitta kommentga yozingchi, bir raqamini qoldirib ketamiz. Yoqqan bo'lsa, okalar sizlar uchun ajoyib. Hali bunaqa mashinani kanalimizga qo'ymaganmiz. Nimasi bilan ajratib turibdi deysizlarmi? Shu 06 injektor motor bo'silgan, men Abrorxon bilan baraka qildim. Bozorga aytgan narxingizni ayting, realni. 2,5 ming deganini $1950 ga mana baraka qilib qo'ydim. Sizlar uchun. Mashinani bitta ko'rasizlar. Yiliga keladigan bo'lsa 989-yilda ishlab chiqarilgan mashinamizni 0 litr oyna, 0 litr bako qilib qo'yilgan. Kraskasi tomda past ponni asbejit qilib qo'yilgan ekan. Orqasida 65 talik temir gazi bor. Shunaqa mashina o'tkazmaslik uchun O'zbek Avtoga bitta obuna bo'lamiz. Ichini ko'radigan bo'lsa, ichki hollari, boshqalari ham o'ta akkuratni holatda ekan. O'g'li salon ko'rinishlari. O'g'illari ham mana video registratori bor, telefon ishlog'ich, pastapkalar qo'yib qo'yilgan, chexollari, boshqalari o'ta kurtib, o'ziga yarasha bo'lib turibdi. Mana endi sizlar uchun injektor motor bitta ko'rasizlar. 06 lekin boshqacha turar ekan, lekin mashina yurib turgan, motorda mo'y-po'y yemaydi, hadovoyda ham hech qanaqa ishi yo'q. Naqd $1950 sanasiz, olib ketsangiz bo'ladi. Oxirgi narxi deyishdi. Assalomu alaykum obunachilar, men Hoji akam oldida keldim. 01 ish qog'ozlari bormidi? Sizlar uchun ajoyibini topdim. Narxini bilmoqchimisizlar? Bozorga 1800, 2000 deb turganlarni, bo'lgan narxini oxiri $1600 ga baraka qilib qo'ydim. Mashinani bitta ko'ring-a. Mashinani ko'radigan joy.
85-yilda ishlab chiqarilgan 011 holatlarni ko'rdinglar, mashina zo'r. O'ncha titiya, kraskasi tomdan past, pondan asvjit bo'lgan. Holatlari ideal sasgan. Orqasida 80 tili temir gazi ham bor ekan do'stlar. Lekin 011 bozordagi 011 ichida ejrab turibdi desa arziydi. To'rtta balolar yaxshi holatda. Mana ko'rinishlarni baho bersanglar, sizlar ham ajoyib. Policha hollari, boshqalari mana. Holatlari o'ta zo'r ekan. Ochib yopirishni qarang. Tiniqmi? O'ta. Motor 3.7 motor ekan. Motor yana bitta motori bor dedilar, muammosi yo'q ekan. Agar xohlaganlarga kelishsani qo'shib berishaver ekan. Mashinamiz mana 1750 deganlarni $1600 ga tushirdim. Agar qiziqqanlar telefon qilasiz. Assalomu alaykum akalar. Sizlar so'radinglar, men chiqaryapman. UAZ chiqardigan akalarimiz bo'ldi mana. 2003-yilda ishlab chiqargan UAZimiz bilan akamiz bilan bozorga uchmaydi deb turdilar. $2600 ga xursandchilik bilan berdingiz-a? Oxirgi narxini mana baraka qilib qo'ydim. Mosha shunchaki ko'ringlar, men ko'rsatib o'taman mana. Mashinamiz holatlari zo'r, ishga yaroqli, tayyor turibdi. 2003-yilda ishlab chiqarilgan UAZ. Mana tayyor ekan. Orqasi ikkita o'rni indamay yukingizni yuklab, xohlagan ishingizni qilaverasiz. Bortini ham kattagina qilib qo'yishgan. To'rtta cho'g'li bolalar o'ziga yarasha bo'lib turibdi. 65 tali propani bor mashinamizda. Muammo yo'q. Yurishlari boshqalar ideal. Ichini ham bitta ko'rsani, ichlari ham mana holatlari zo'r. Holat mashina o'lish kerakdi, shunchaki minsa bo'ldi. Mana ichini ko'radigan bo'lsangiz, ichlari ham mana yaxshi holat turibdi. Egalaridan o'zlari mingan ekanlar. Xullas, sotadigan qolibdi, sotishgan ekan. Mashinamiz motor qismida, korobkada, hadovolarda umuman ishi yo'q. Shunchaki olish kerak, minish kerak. Naqd $2600 berasiz, olib ketsangiz. 1200, 1.5 puli borga bir oyga nari beri turib beraman dedilar. Telefon qilinglar. Egalar yaxshi insonlar gaplashib bog'lanasiz. Sizlar okalar, Mercedes mashinamiz to'p qo'ydim. 1989-yilda ishlab chiqarilgan. Holatlari shakaran holatda turgan, lekin yili eski bo'lgani bilan O'zbek Avtoga obuna bo'lib, kommentga yozing okalar. Qanaqa mashina kerak bo'lsa, sizlar uchun chiqaraman. 35 tali gaz balondan ikkita qo'yib qo'yishgan, to'rtta balonlar ham yaxshi holat turibdi. 3 tonna yukni bemalol ola oladi, o'ziga hajmiga sig'dira olishga ega. Mashinani shunchaki ko'rish kerak, minadigan joyi. Moslarda, hadovoylari o'rta holatda ekan. Ichini bitta ko'radigan bo'lsangiz, ichlari ham mana ko'ring okalar. Ichlari ham mana holati yaxshi turibdi. Yiliga nisbatan mashinamiz ortiqcha, xo'rlab minilmagan ekan. Oyoqda ko'ringlar, boshqalari ham zo'r. Motor qismlarida hadovoyda hech qanaqa ishi yo'q. Buni shunchaki olish kerak, minsa bo'ldi. Narxini okalar yetmay deb turishdi. Biz bu narxga tushirib, O'zbek Avto nomidan telefon qilganlarga $6400 ga tushirib qo'ydim. Bo'lgan narx. Tez ulgurib qoling okalar. Agar yoqqan bo'lsa bitta like'ingizni ayamaysiz. Kelani vaqtda Dilshod akam ajoyib holat bo'ldilar, oka. Gap ha. 30% to'lasa, muddatli to'lovga shu sentini beramizlar. Beramiz. Narxi ham boshqacha chiqadi. Narxini bitta ko'ringlarga yo'q edi. Yozib qoldirganman, oxirigacha ko'ringlar mana. Oka men mana barakasini ham qo'ydim. Sizlarga oladigan narxini bitta ko'rsatib o'ta oldik. Mashinamiz 2025 sut turibdilar, yo'q. Ajoyiblar, holatlari ham ideal. Yangi Isuzu olaman deganlar bormidi? Xohlang bunisini, xohlang bunisini. Ikkita turib hozir kunda tez ulgurib qoladigan joyi, balonlari 100 dan ham ko'p, 110% desa ham bo'ladigan holatda. Evro diskalar o'ziga yarashgan. 100 litrlikda ikkita temir gaz balonlari ham o'ziga yarasha. 20 kuba, orqalarini ham qarang, mashalloh. Yangi Isuzu minaman degan tanishingizga tashab qo'ysangiz bo'ladi. Agar o'zida Isuzu eskirib ketgan bo'lsa, uni bozorga olib chiqib sotishsa yoki bizga murojaat etsa, biz ham kanalimizga sotib beramiz. Yangisini olib, to'lovini qilib qolgan ishlarni o'zbozsangiz ham bo'ladi. Ichini bitta ko'rsatib o'taman. Ana endi ichki ko'rinishga baho beradigan bo'lsangiz, ichlari ham holatlari zo'r. Salondan kelgan holatda turibdi. Mana 0 mashinamiz, chexollari boshqalari ham o'ta zo'r. Eng qizig'i konditsioneri bor. Hop, o'ynaklari ichidan rirovka bo'lar ekan mana. Muzlab qoldi, qiroq bosdi degan gaplar bo'lmaydi. Mashina indamay olasida 2 yilgacha hech nima rasxod qilmasangiz bo'ladi. Xullas, bularni 664 millionda oxirgi narxiga kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Narxi 30% to'lasangiz kelib o'zi tushuntirishadi. Kelishilgan holatda olsangiz